Hozirgi kunda hamma joyda vahima bo'layotgan demet o'sha, ya'ni retseptsiz dori olib bo'lmaydimi degan gaplar hamma kanallarda, Telegram, Instagram hamma joyda aylanyapti. Facebooklarda. Endi bu qanaqa tartibda ishlaydi o'zi? Mana shunaqa retsept beradi. Poliklinikaga borasiz, kasal bo'lib qolsa, dori olmoqchi bo'lsangiz, doktor sizga dori yozib beradi, mana shunaqa retsept chiqarib beradi. Bu retseptda dorini sostavi bo'yicha hamma narsa keltirilgan, ma'lumotlar qanaqa ichilishi, keyin o'shani olib kelib aptekada farmatsevtga berasiz. Farmatsevt esa mana bu kompyuterida demet prilojeniyasi bor. O'sha demetga kodni skaner qiling deyapti. Kodni skaner qiladi. O'sha kodi bo'yicha chiqib keladi. Misol uchun cetirizin sostavli mana bu yerda retsept yozib bergan. Retseptsiz olsa bo'ladi cetirizin. Ya'ni cetirizinlarda qaysi turini olasiz? Zadak, allergi, ralinoz, terix